Assalomu alaykum yaqinlar, birodar azizlar. Xudoga shukr, ro'za Ramazon oyi kirib keldi. Endi taroveh namozlari boshlanadi masjidlarimizda. Sizlarga bir aql o'rgatmoq emasman. Men birgina bir taklif bermoqman. Endi taroveh namozidan keyin masjidimizning oldida mashinalar to'lib ketadi. Hozirlar ketdi, hamma ketdi mashinalar. Kelgandan keyin mashinani shunday qo'ysangizlar. Uzunasini qo'ysangizlar miydan, uzunasini qo'ysangizlar, mashina sig'ish kam bo'ladi. Mashinalarimiz probka bo'lib qoladi. Mana bir tomonlama yo'l, ikki polasa. Shunday qo'yib qo'ysangizlar, mana bir polasasidan o'tib ketaveradi odamlar. Bu yerdan mana mashina turibdi. Hech qanday birovga xalaqit qilib turgani yo'q. Shu yerga bir mashina emas, ikki mashina qo'yib qo'yinglar, hamma sig'adi. Xudo xohlasa hamma sig'adi. Prosta bir-biringizni yo'lda to'sib qo'yibsizlar, boshqa aytib qo'yibsizlar, bir-biringizni shunday ulug' oyda, shunday ulug' kunlarda xafa qilmanglar bir-biringizni. Shuni so'rab qolgan bo'laydim. Agar shu fikrim to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, do'stlaringizga shu taroveh namozina keladigan yaqinlarga tashab qo'yinglar. Shunday deb qo'yib qo'yinglar. Jigarlar sog' bo'lasizlar. Xudo xohlasa keyingi Ramazon oyida ham ko'rishish nasib qilsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'ling, boy bo'ling.